Assalomu alaykum limon ko'chat ishqibozlari. Mana xudo xolasa qalamchalardan boshladik. Bular qayta ekillar. Mana keyingi yilga 3 yosh bo'ladigan ko'chatlar. Mana shunaqa katta ko'chatlarni ham xudo xolasa ekib yuborganmiz. Keyingi yilga 3 yosh tayyorlaymiz deb. Bu yoqda mana parniklarimiz xudo xolasa qalamchalar suqilyapti. Qayta ekillarimiz xudo xolasa chiroyli bo'lib mana yangi baklar chiqarishni boshlab qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin. Qalamchalarni ham o'zim tushuntirib o'taman. Mabodo qiziqqanlar bo'lsa, suqaman deydiganlar bo'lsa, bemalol maslahat beriladi. O'zim ko'paytiraman deydiganlar bo'lsa, qalamchalarimizni xudo xolasa suqib qo'ydik bitta parnigimizni. Ko'rishingiz mumkin. Orasi 10 santimetrni. Xudo xolasa buni 10 kun, bir hafta aqbag'ida bitta chiqarishni boshlaydi. Bitta parnigimiz. Oxirigacha ketgan shu parnigimiz. 45 metr, 50 metr atrofida. Ko'rishingiz mumkin. Bularda mana 12 soat gumi suvga solingan, dorisiga, ildiz chiqaradigan dorisiga solingan, yashnatadigan. Mana shu foydali, xudo xolasa 90% ko'klaydi. 100% bo'lmasa ham 90-95% ko'klaydi. Bu yoqda limon tayyorlab yotibdi, yana qayta ekillarga joylardi. Bu yoqda suqib yotibmiz. Parnigimiz ham xudo xolasa boshladik. Biroz suqilyapti. Bunimiz tayyor bo'lib qoldi ancha. Mana shunaqa bir to'pdan qilib 30 tadan qilib suvga solingan mana. Endi bu suqishga tayyor holatda bu. Mana shunaqa suqiladi. Xudo xolasa keyingi yilga yana mana shu ko'chatlarimiz katta ko'chat bu uyaltirmaydigan ko'chat bo'ladi. Yaxshilab dadam o'zini shoxlatadi. Ko'rishingiz mumkin. Umuman bachkana shaxs suqilmagan, to'g'rilagan, pishgan shaxs suqilgan. Mana hammasi to'g'rilagan katta shaxlardan. Mana mayda shaxlar suqilsa, mana mayda shaxlar suqilsa bitta kelib qolgan. Bular kichkina ko'chat bo'lib qoladi. O'shaning uchun mana katta to'g'rilagan, pishgan shaxlar suqilgan hammasi. Parnigimiz mana 3000 ta sig'di. Mana shu parnigimiz 25 metr parnigimiz. Bu yog'iga ham xudo xolasa shunaqa 3000 ta, 3500 ta atrofida suqiladi. Mana layqalar sepilgan. Nimaga sababdan sepiladi desalar, mana bu layqa. Buni tanasini kuydirib qo'ymas uchun mana shunaqa o'raq qilib turib, mana shunaqa layqa sepib chiqiladi. Ko'ryapsizlar, kilankaga mana bunaqa layqa sepilgan. Endi bu sababi mana tashqaridan mana issiq bo'lyapti, quyosh chiqib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana ichkari salqin. Hozir yopiladi bu. Endi suqildi. Mana bu kilankasi tushiriladi, dimlanadi. Xudo xolasa 40 kun mashina ichida bo'ladi bu. 40 kunda orada bir o'taladi, bir suv qo'yiladi. Mana shu ko'chatlarni suqqanmiz. Yana bir ko'klagan holatlarni yana bir video qilaman. Qiziqqanlar bo'lsa agar, qanday ko'klatiladi, qanaqa shaxdan qilgansizlar, shunaqa savollar juda ko'p bo'ladi. Mana biz shunaqa to'g'rilagan, pishgan shaxlardan suqamiz mana. Suv qo'yilgan agitlarga suv qo'yib, endi yetilgan holatda, botmaydigan holatda, mana shunaqa holatda suqyapmiz mana. Yer nam, hali namini yo'qotgani yo'q. Quruq yerga ham suqilsa ko'klamaydi bu. Shuning uchun bu yoqda qayta ekillarimiz juda ham chiroyli holatga kelib qolgan. O'sha amal olishni boshladi. Tomirlari o'rnashib qoldi, ancha mana ko'karib, yangi bak chiqarishni boshlab qo'ygan. Gullari bilan. Bu yoqda mana gullab qolgan, bu ko'pini guli olib tashlanadi, chunki amal to'xtab qoladi. Guliga berib olsa, amal to'xtab qoladi. O'shaning uchun ko'pini guli endi sekin amal olgandan keyin o'rnashib yangi bak chiqarishni boshlagandan keyin bu gullar ko'p olib tashlanadi. Tekda qolgani qoladi. Chunki guli bilan bo'lsa amal juda ham sekin bo'ladi.